Bizga to'y bo'lsin, tantana bo'lsin deymizda, kim sovg'a kelgan bo'lsa, nevaralar, yangilar, qo'shnilar bemalol taqdim etishinglar mumkin. Shu onajonimiz har doim o'ylarida to'y bo'lsin. Shu podshoh bilan har doim baxtli bo'lsin deganlarida guldiraz qasay chalib qo'yasizlar. Guldiraz qasay bo'lsin. Olib kelamiz, kim sovg'a kelgan bo'lsa, aziz mehmonlar taqdim etasizlar. Shamchalar yoqolmadingizlar. Shamcha yoqilmaydi. Keling, ey yashang, guldiraz qarsiylar bo'lib tursin. Qarsiylar bo'lib tursin guldiraz. Bugun onajonimning tug'ilgan kunlari. Yashang. Ismatullo akamizni oilalari nomidan sovg'alar. Onajon, mana shu tortlar kabi umrimizdan totli va shirin bo'lib o'tsin deb qolamiz. Ana eshitdinglarmi? $100 pul deyaptilar. $100 guldiraz qasay bo'lsin, qasay bo'lib tursin. Endi kuyovlari bo'larlarmi? O'g'illari, o'g'illardan eng shirin so'zlarni duolarni eshitamiz. Keling, bugun onajonimni qancha gapirsangiz shuncha kamda. Halim aka ozroq o'zgarib pasaytirasiz. Barcha kelgan mehmonlar va mezbonlar sizlarga katta rahmat, hamshayxlar. Shu otam bilan onamni nasib bo'lsa, umri uzoq bo'lib, nevara chevaralarning to'yini ko'rib, xursand bo'lib, shu hamisha baxtli taqli bo'lib, shu to'ylarni ko'rib, nevaralarning huzurini ko'rishni nasib qilgan bo'lsa, ilohim shu umrlari uzoq bo'lsin. Bu yoshlarning ko'pini ko'rib, nasib bo'lsa shu 100 ga kirgan payti ham mana shunday to'ylarni ko'raylik, ilohim. Yashang, endi yangamlar ham eshitamiz-a? Yanga, marhamat, bugun oyijoningizni eng sara duolar bilan tabriklab qolasiz. Keling, yangam gapirsin deganlarda guldiraz qasay chalinglar. Keling yanga, shuncha odam sizni gapirishni so'rayapti. Yashang. Shunaqa gapirishni bilmaydigan kelinlar boriga ham yaxshi, onajon. Umringiz uzoq bo'lsin, yashang. Kim yana 6 ta farzandlari bor, 6 ta, adashmadimmi? 6 ta o'g'illarim, 4 ta o'g'il, 2 ta qiz, ha? Marhamat, 6 ta farzandlarni shu davraga taklif qilamiz, marhamat. 6 ta farzandlar, nevaralaringizni sizlar. 6 ta farzandlarni shu davraga taklif qilamiz, onajonimni. Keling. Farzandlar hammalaringiz kelishlaringizni so'rab qolaman. Bugun eng sizlar uchun quvonchli, eng shukrona kun. Yangalar sizlar ham o'tib olasizlar, marhamat, birgalikda. Qoch-qochga. Endi farzandlar hamma bo'ldimi? Arqa o'tadi, arqa o'tadi. Keling. Endi bir boshdan boshlaymiz, ha? Onajonimning tabrik so'zlarini eshitishda. Onajon, o'g'illardan boshlaymiz, marhamat. Tabriklayman deb bo'ldi. Onajon, tabriklayman, yuzlariga kirib yuring. Otasiz ham, sizlar yaxshi ko'ramiz endi. Yashang, bozorda sotilmas onaning mehri. Topolmaysiz hatto dunyo axtari. Onaning mehri shunaqa bo'lar ekan, onaning sehri shunaqa bo'lar ekan. Bolam deb yasharkan barcha onalar, nek farzandi ulg'ayganda ham farzand bo'lib ne qildik bizlar, hol so'rashga ham yaramay qoldik. Onajonimiz, otajonimiz baxtimizga omon bo'lishini deb qolamiz. Endi opalarimizga qarab yuzlanamiz, ha? Marhamat. Onlardan. Assalomu alaykum. Mana shu onajonimni shukrona kunlariga kelganlaringiz bilan hammalaringizga rahmat aytaman. Onajonim bunday yoshlarda ko'pini ko'rib yursinlar. Sizga sog' salomat otam bilan qarib, ming'ib nevaralarning to'ylarini ko'rib yursinlar. Nasib bo'lsa hoji ona, hoji ota bo'lishlar nasib etsin. Hammalaringizga rahmat kelganlaringiz uchun. Yashang. Endi opamizga yuzlanamiz, marhamat. Kelinlarimi? Farzandlarni ham davraga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Hammalaringizga e'tibor qilib kelganlaringiz uchun katta rahmat. Oyijon,
Amaga tabriklayman o'jon tug'ilgan kuningiz bilan. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Xudo xohlasa o'g'illaringiz haj safarlariga jo'natib, sizni shunday Hammamiz jo'nataylik deng. jo'nataylik, Xudo xohlasa. Shunaqa yaxshi kunlar qilib olish nasib bo'lsin, nasib qilsin ilohim. O'g'illaringiz ham tabrikladilar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, qo'sha qaringlar ilohim. Sog' salomat bo'linglar. Shu farzand